Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlarimiz, akalarimiz, tinch omonmisizlar, sog' salomatmisizlar? Safarda yurgan akalarimiz, O'zbekistondan tashqarida Yevropa, Rossiya va boshqa mamlakatda yurgan aziz aka-ukalarimiz uchun bugun obzor qilib beramiz. Mashina bozorida mashinaga qiziqadiganlarga cho'tki narxlarda sindirib, egalarini nomerini qo'yib, sizlar uchun bugun bir 3-4 soat vaqtimiz sizlar uchun ajrataman. Har xil mashinalarni olib chiqamiz. Qo'ldan kelgancha videomiz manfaatli, siz uchun foydali, yoqqan bo'lsa o'z fikringizni bildirib keting. Qimmat aytayotgan bo'lsam, qimmat deb yozib keting. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun zo'r video tayyorlaymiz. Hop, mashina bozorida afshak har xil mashina qo'yadigan joydan boshlaymiz bugun. Hop, sizga nima mashina kerak? Kommentariyaga yozib keting. Misol uchun Nexia, Cobalt, Gentra, Malibu aytsanglar, o'sha mashinalarni olib chiqishga harakat qilaman. Kuzatib turinglar, biz davom etamiz. Allando turibdi. Hop. Allando ki. 2015 155 ming yurgan, kraska stop toza. Mana buni shu olasan. Yili 2015. 2015 yili 155 ming yurgan, oq, kraskasi toza. Kraskasi 10 oy toza. tayyorlab shinalari bor. Holati zo'r. Holati zo'r, 155 ming yurgan, hech qanaqa ish yo'q deyaptilar. Kraskasi toza. Hop, telefon nomer 94lik 94lik 107 94 44. 107 94 44. Hop, holatini ko'rsatadigan bo'lsak, 05 kamera oldim, sizlarga yaxshi ko'rinish uchun. Hop, salonlari, chexol, kolik, video registrator. Hop, 7 ta o'rindiqli bilasizlar. Buni ko'pchilik hozir chetga ketadigan aka-ukalarimiz olishyapti. Mashina zo'r ekan, haqiqatan yaxshi ekan. Hop. Yana bitta, bu ham sizdanmi? Bu qanaqa bu? 2015 mexanik. 2015 mexanik. Bu avtomat, bu mexanik. Yili bir xil ekanda. Yili bir xil. Buni propanlari bor. Buni propani bor. Probegi 300 ming. 300 ming yurgan probeg. Kraska? Bitta shu kriloda petno. Udal bo'lmagan. Buni nech pul qilib berasiz oqqa? 12200. Sodasi bormi? Bor. Kechtirib qilib berasizlar. Bunichi? 10,5 so'ramiz, sodasi bor. 10,5 so'rashayotgan ekan, sodasi bor ekan. Hop. Sekin biz egalardan olishni boshlaymiz. Hop. Matiz. Aka nech pul olasizlar? YouTube'ga olsa bo'ladimi? 4300 2016 258 ming yurgan. Telefon nomerlari turibdi. Sodasi bor, xullas. 3,5 nega bitmaydimi? Nech pul olasiz taqalgan? 4 ming. 4 ming deyishyapti. O'zingizga telefon qilib so'ralashyapsizlar bo'ladi. Hop. Gentra 2020 mexanika. Telefon nomer 176 ming yurgan, 97 190 180 91 ekan. 9,5 ming so'rashayotgan ekan, egalar ichida dam olayotgan ekanlar, bu yerda taqdim qo'yib oldim. Hop, sekin mashaqa qarab ketaveramiz. Hop, Malibu so'raganlarga egasi yo'q ekan. Telefon nomerini qoldirib ketaman, telefon qilib so'ra olsanglar bo'ladi. 91lik 453 93 97. Hop. Nexia 2. Hop, bozorchilik o'xshayapti. Egalar uncha odam bunaqa yaxshi qo'ymaydi. Lekin yangi. Nexia 16 2015 16. Kraska toza, 177 ming yurgan, halol. Halol 2016 ko'zi. Tepasi 15. Nech pul olasizmi? Ha? Nech pul olasiz? 6300. 6300.
Bunisi 7300. 6300 sal qimmat emasmi tog'a? Salki. Hech pul qilib berasiz bo'ladigan. Realniy narx aka. Realni fiksiga beraman. 5 kam. 6000. Ha, 6000. 5ga 6800 sotgacha bo'ladi. Yo'q, Nima deyapsiz? 8100 ga sotib bittasi 40 ta yurgan. Yo'q, Ha, qayerda? kam yurganlari qimmat ekan-da. Olmayman yana. Olman, YouTube'ga olman. Xullas 6000 ga beraman deyaptilar. Yo'q, Xullas gapirishga til ojiz. Xullas yaxshilari pul ekan. 6000 sal baland. O'rtacha shu 5, 5.2, 5.3, 5.5 gacha stoyt. Menimcha men uchiga zot yog'i sal baland deb o'yladim men. Bu meni fikrim, shuni hisobga olasizlar. 2010 300 ming yurgan 88 862 17 12. Matiz. Nech pul olasizlar buni? 2800 bitadigani taqal. Tekisga bitmaydi, ha? Egamisiz yo tirikchilikmi? Ha, tirikchilik. Ha, bo'ldi. Boshqa savdolashing. Xo'p. Ochig'ini aytaman, YouTube'ga qo'yaman. Arzonchi Hoji aka profilim ko'pchilik bilishadi. 2200, 2300 larga sotsangiz menimcha nima deb o'yladim. Agar foydasi qotgan bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Ozgina ishlari bor ekanda, stoykalarni qarang, mana qanaqalarni. Xullas 2300 ga beryaptilar, 2,5 ming deyaptilar, telefon nomer. Hozir telefon qilib so'rab berasizlar. Hop. Sizlarmi bu? Hop, YouTube'ga qo'yasiz bo'ladimi? 2700 deb yozib qo'yibdilar, 2007. Aka taqalgani, necha pul bo'ladigani, nima ishi bor mashinasi? Ishi yo'q, kuzovda. Motor, ходовой, korobkalar. Best. Hech pul qilib berasiz, bo'ladigan. Tekisga bera olasiz. Karim baland. 2007 ga haqiqatdan baland hozirgi kunda. O'zingizdan tirikchilikdamisiz? Yo, o'zim. Aka bizcha ochig'ini aytaman, menga misol uchun menga qimmatda. Men to'g'risini aytaman, bunaqa mashinalarni 1600, 1700, 1800 olamiz deb biz. Ochig'ini aytaman, menga nima qizig'i? Bozor-ku. Ha, navbat. Endi men sizga nani do'stona maslahat deysizmi, xohlasangiz oling, xohlasangiz 2000, 2100, 200 degan klient chiqib qolsa, maslahat sotishni tavsiya qilaman. Giles kerak 2007da. Rahmat. So'raysiz bersan. Endi shuni ichida yurganimiz uchun, narxni bilganimiz uchun aytaman-da. Endi chiqdik aka bu. Ha, navodo, qarang. Ko'pchilik ana qiladi, aka, narxini patalog qilib qo'yadi, bo'lishingga sotaman deb o'tiradi, keyin obeddan keyin tipirchilab qoladi. Yopsa beradi. Xullas mana shu mashina. Hop, 2000 ga qo'shsanglar qanchadir beradilar menimcha. O'zingizlar telefon qilib so'ralashib yo'q qo'yasizlar. Nexa'ni tayyorlab qo'yishibdi. Kimniki, siznikimi? Amakiniki. Xullas, amaki bilan chiqish olmasa kerak menimcha. Tirikchilikda odamda endi hamma har xil. Nech pul olasizlar aka qorani? 5,5. Yili necha aka? 2014. Egasizlar. Mana qora Nexia 2 soat egallaga. Balonlari yaxshi, holati zo'r. Hop, 2014 klassik toza 318 ming yurgan. Probega bor, endi bular onasini ham 10 yildan oshdi. Yiliga 20 ming 30 mingdan yursa ham shunaqa bo'lib qoladi. Gazi bor, holati yaxshi. Hech qanaqa ish yo'q aka, motor, korobka, ходовой. Gazlarigacha bor. Bo'ladigan, taqalgan nech pul buni? YouTube'ga yoki bu ani chetdan kuzatadiganlar asli ko'pda oladiganlar. 5300 so'raysiz bersan aka. Hop. Bu aralash bozor. Matiz, Spark, hop. Nexa'lar oldik. Cobalt olamiz. Nech pul edi bu bo'lishi? YouTube'ga qo'yib olsak bo'ladimi? Alaykum assalom. YouTube'ga qo'yib olsak bo'ladimi? Hop. 2023 yida boya ko'rib ketdim. Toza.
Gaz bormi? 11.100. Xullas 11 ming pochka. Sodasi bor. Xullas. Ya, tushib berdi lekin yaxshina. 11.7, 11.8 bo'lsa berdi. Darku arzon yuradi boshqa rangliga nisbatan. Hop, qora jentliga o'xshab, jentli minsa bilan qimmat yuradi-ku. Kobaltni katta rangsi bermaydi. Nech pul? Hop, 10.5 ga bermadim deding-a? 17, 18 qilsa beraver. Bermaysan. Xullas qattiq ekan. Shu mashina rangi qora, 23 Cobalt. Hop, mana shu metini ko'ryapman, ko'rayotgan bo'lsanglar. Hop. 11 ming deyapti. Shu mashina telefon qilib, yana to'liq ma'lumot so'rayverasizlar. Hop. Telefon nomerini qoldirdik. Shu qoldirgan joyim screenshot qilib, bemalol qilsanglar bo'ladi. Yoki pauza qilib gaplashsanglar. Hop. Uzra YouTube'ga olsak bo'ladimi? 14 mexanika 90 321 88 74. Qancha yurgan bu? 225 ming yurgan. Hech qanaqa ish yo'q. Nech pul? Sal kelishdi. 16 larni ham 6 ming 6.5 ming sotamiz. Nech pul qilib berasiz bo'ladigan? Sal baland qiynalasiz, to'g'risi. Xullas 7 ming deyaptilar, sodalash. Hop, gazi bor, sodalash olasizlar. Olasizlar, haydaysizlar deyapti. Yaxshi mashina. Hop. Nexia kokoslar. Gentle Ghost deydi. Qancha? Avtomat boshladi. Bankka umuman tavsiya qilmayman. Yaqinlashmanglar bankka. Bitta yaqinlashsanglar, tugaysizlar. Necha mingtalab odamlarni ko'ramiz, necha mingtalab odamlar aloqaga chiqyapti bizga. Hop. Keyingi qatorga o'tamizmi? Yo. Capital Bank. Bunaqalarni Alloh o'zi asrasin. YouTube'ga qo'ya olsak bo'ladimi? Yo'q, egasi yo'qmi? Qarindiga ekan. Bu arinda. Ana Google sodasi. Hozir 1 minut qaytaman. Hop, davom etamiz. Telefon bo'lib qoldi. Hop, yana bitta allandan tepasidan chiqamiz. To'rtta yaxshi balon bor ekan. Oke, nech pul bo'lsa bera olasiz? 2015, 180 ming yurgan. YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? 90 944 32 90. Tegida nomerga ham qilsanglar bo'ladi. Hop, mexanika bu, aka. Mexanika. Nech pul olasiz? Bo'ladi ham. 11.5 ming berib olamiz. 11.5 ming do'st, 10.5 ming bera olasiz. Kelsa naqd bilan 10 mingga ham bera olasiz. 10 mingga bermaysiz. Qancha yurgan bu? 80. Kraska? Orqa bagajda fitnesi bor. Ha, bitta bagajda fitnesi bor, udal bo'lmagan. Xullas, shumkasi bor, 10.5 bo'lsa bera olaman deyapti. Telefon qilinglar, balki yana 50 so'm tushib yoshlarni mumkin. So'dingizlar aka. Tarjama. Hop. 129 ming yurgan, Cobalt 2020 4 paketli gazi bor. Holatini ko'rsatib o'tamiz. Qancha bozorchi o'zi kerak? Bozorchilar ko'p paket qilib qo'yadi. Mashina qiynalmagan deyishyapti. Nimasini vaqtimiz endi? Cobalt avtomat. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz? Endi marka o'zi ekan, unisi bormi? Hol diska taqilgan. Nech pulga bitadi bu? Aka. Voy, sal qimmat so'rayapsiz aka. Qarasa kamera ko'tarisizda. Ya 1500 balanda. Nega bana aka? 9.5 ga bitadi. O'z bu bilan sen pochtada pishirib oling, nonni qovotgan bo'lsa agar tinchlikda bo'lsangiz. Yo'q. Tozasini bermayapti jon aka. Xo'p, qayerdan keldinglar aka? Qo'shqadaryodan. To'xtang endi, gaplashamiz. Ya to'xtang. Ya
Akalar kelishdi. Mashina olgan bozor aylanib. Bozorga chiqib qolib. Qaysi garuda chiqadi? Azonch Hoji aka. Hop. Bitik olsa bo'ladimi? 2013, bura 6. Hop, 94lik, 425, 55, 52. Lasetti so'raganlar, ana Lasettining yili yaxshisi. Hop. Avtomat korobka 3-pozitsiya. Qancha yurgan bu? 300 ming yurgan ekan. Hop, pulutlari bor. Holati yaxshi, chexoli bor. Hop, gazi bor. 750 qancha qildi bozorda deb. Holati yaxshi. Nech pulda olsizlar buni? 5200? 7000. Hop. 6,5 bitadimi? Pirabergan bor ekan. To'g'risi. O'zi 6000 bir narsa qo'shsa ketadigan mashina. 1 qismi o'tilagan joyi bor. Unaqa ko'p emas o'tilagan desa bo'ladi. Hop, 7000 dan mo'ljallab olsangiz 6,5 ga bir narsa o'sib berasiz. Ana realni endi biz shuni ichida yurganimiz uchun, narxni bilganimiz uchun aytolmaydi. Yarim balansa degan. Yo, men o'zi 6000 qildim. Aka, ana 6000, 5000, 4000 deymizda. Kelsa, shtil qo'ysin gaplashamiz. Kelsa, tepasida turib savdolashamiz. Bo'ldi. Telefon qilasizlar, ertalab 9 dan kechqurun 9 gacha bemalol kechasi bezovta qilmaysizlar degan umiddaman. Bir qilib oldi, kechasi 2 dan telefon qo'yadi, Lasetti qo'ygan ekan. Bu 8700 so'mmi aka, 3 detalli kraskasi qo'yadi. 2016 mexanika. Buni qo'ya olmaymiz. Buni juda qimmat sotishyapti. Bo'ldi aka. So'daylarni berasiz. Hop. Super konditsioner 2010 230 ming yurgan. 90lik gaz yo'q ekan, 350 bor, bundan 80. Xullas Nexus 2. Aka, YouTube'ga olsak bo'ladimi? Nech pulda olasiz? Assalomu alaykum. 4800 so'raldi. Bo'ladigan, taqalgan, seri. Xullas YouTube orqali qilmaysizlar. Shu mashina navara qiziq bo'lsa qorasiz. Hop. Bozorga chiqarib Bu chiqamiz aka. Yo, asosan videoga. Oshqozon operatsiyali ofis bor, o'sha yerda sotamiz. O'z ko'cha tik. Cobalt Gentle. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Katta bo'lib qoldimi? Bozorda kuningiz o'tadi sizga. Charchamang, o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat Alloh. Yo, chotki. Amin. Alloh hakim. Joningiz sog' bo'lsin. Hop. Hop. Charchamang. Yo'q. Telefon qiling, nomerim bo'lsa, bor tanish bolalar. 20 millionga qildi-da, hozir yana ham arzon bo'lgan. Boshqalarga nisbatan 97lik 753 23 22. Ana qilib qo'ying, gaplashib beraman, kelishib qilib beraman. Chorshanba kuni operatsiya bo'lgan bo'lsam, juma kuni juma namoziga chiqdim-da bemalol. Shuni hisobini oladi. Endi 1-2 oy anaqa bo'ladi, sal slabiy bo'lsa, atak normalniy. Nechana? Sal, nomiga atak chotki yurimiz, 60 kilo ozdan. Charchamang, telefon qiling. Xo'p, akalar, oshqozon operatsiya qildirganman. Ko'pchilik meni besim katta bo'lgandan taniydi. Hozir ozganimga tanimay qolishyapti, ovozimdan tanishyapti. U tabiiy holat. Xo'p, ishga qaytamiz. Samarqand nomer kirib qopti, Captiva qora. Xo'p. 2015 78 ming yurgan toza benzinda ekan. Telefon qilib savdolasha olasizlar, cho'ta egasi ko'rinmayapti. Yana bitta Captiva. Sizlardanmi? Nech pul bo'ladi taqalgani? 14,5 taqalgan. 14,5 sal baland-a. Toza endi 14 ga ham bitib ketadimi? YouTube'ga qo'yamiz-da. Salonni bitta ko'ring. Vatviy bo'lib turibdi. Bagajlarni bitta ochib ko'rsating. Xo'p. Endi bitta narsani hisobga olasizda. Hop, holat yaxshi, zo'r. Mana to'liq qo'yilgan. Xullas 14,5 deyishyapti. Balon
to'rtta yaxshi balon qo'yib qo'yishgan. Rangi qora. Siz nech pul so'radasiz, og'ayni? 2018 90 ming yurgan. Yo'q, 90 ga 001 54 qancha yurgan? 164 ming yurgan ekan. 16 ming dollar Captiva'ning jinnalariga, Captiva'ning zo'r ekan. Bitta narsani aytaman, nima mashinalaringizdan qat'iy nazar, erinmasdan 200 ming, 300 ming, 400 mingga o'zingiz uchun tekshirib, ko'rib, qarab olinglar. Ertaga unaqa ekan, bunaqa ekan demanglar. YouTube'ga olsa bo'ladimi? Olmanglar. Sotilar ekan-a bu? Sotilar deb yozib qo'yibsiz. 5,5 ming. Endi sotiladi deb yozib qo'yganinglarga to'g'ri. Telefon nomer 5,5 ming deyishayotgan ekan. Hop, mexanika. Yili 2009. Hadoy motor korobka. Probek 210 ming. 210 ming yurgan 2009 mexanika. Hop. Kraska qatida endi. Hop, davom etamiz. Telefon o'ynab ketib qoldi. Nechta joyda do'st kraskani? 4ta joyida bor. Udal-pudal bo'lmagan. Hop, to'g'rilamiz. Beşer mini shotda. Hozir qaytamiz sekundda. Hop. Qaytdik mana. To'ryaning bittadan bitmaydimi? Realniy taqalganlar. 5 kunada qo'ysa pishib ketadi. Lekin mexanikada avtomat emas-da. Avtomatlarni ham 5-5,5 sotamiz-da, ochiq gapda. Xullas telefon qo'yasizlar, gap tashlasizlar. 5 tepasi deyishyapti. 2011. Yaxshi ekan lekin. Endi bilasizlar, motor 1.8 bu motor. 1.8 bo'ladi. Hop. Gaz yo'qmi? Propanmi? Ha. So'raylarmisan, va? 2012 228. Kimdan ekan bu? Video qo'ysak bo'ladimi? YouTube'ga. Sizlarniki emasmi? Xullas, telefon nomer qoldirdim. 2012 ekan. So'ralashib, yo'q, hozir. Kobuslardanmi? Nech pul deyapti? Hop, mana arzonchilar Cobalt deyishgan. Ha, o'lsin. Hop, arzonchilar Cobalt so'raganligi. Endi yili 15 ekan, 8 ham deyishayotgan ekan, qimmat. Hop, mana gazi bor, avtomat 2015, kraska toza, ratnoy. 260 ming atrof yurgan, telefon nomer. Holatlarda normalni. O'rnini yo'q ketmang. Oki nech pulga pishadi bu? Taqalgan. Sizdanmi? Mani yo'q, ana. Gap bilan bo'lib qo'ydimmi? 7,5 bitadimi? Yo'q. 7,5 lekin zot qildim. 7,5 yaxshi qildim. Yo tirchilik. 7,5 deyaptimi? 700-700-800 qilyapti bular hozir. 8 ming dolasmisiz? 8200 bo'lsa Beramiz. siz anaqaga qo'yib yuborasizmi? YouTube'ga qo'yaman. Syomka bo'lyapti aka. 9:10 dan kechqurun 9:10 gacha telefon qilib so'rasa bo'ladi. Agar sotilmagan bo'lsa, baraka bo'lib ketadi. O'zi 3 odam o'zi yopishibdi. El qatori shuncha aytavering aka. Muammosi yo'q aka. Jana ko'vadan ko'rmaydi aka. 30 ming, 40 ming, 50 ming to'lan qoladi. So'raylarmi bersin. Xullas telefon nomer qoldirdim. Gaplashib yo'q qo'yasizlar. YouTube'da shunaqa odam ko'ryapti. Instagram lekin katta. YouTube'ga olsa bo'ladimi Captiva'ni? Nega? Sotdingizmi?
Xullas, har xil odam bozorda. Hop, bugungi holat Cobalt oldim. Hop, Cobalt oldim. Bugungi chislo 2-noyabr 2025-yil. Bozor narx-navolari shunaqa. Xo'p, akalar, narx-navolar shunaqa. Unaqa katta o'zgarish yo'q. Kommentariyada nimadir moshina kerak bo'lsa yozsanglar. Assalomu alaykum. Charchayapsizlar? Kommentariyada nimadir yozsanglar, nimadir moshina kerak bo'lsa javob beraman. Inshaalloh narx-navosi mana qolsanglar bo'ladi, mana qilib maslahat beraman. Joningiz sog' bo'lsin, kuzatib turinglar, salomat bo'linglar. Kuzatib turinglar, salomat bo'linglar. Xullas, bugungi noyabr, 2-noyabrdagi narx-navolar shunaqa. Joningiz sog' bo'lsin, hammalarni yaxshi ko'ramiz, xizmatdamiz. Charchamanglar, duoda eslab qo'yinglar.